O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlis va O'zbekiston xalqiga navbatdagi murojaatnomasi mamlakatimiz taraqqiyotining ustuvor yo'nalishlari belgilab bergan muhim dasturiy hujjat bo'ldi. Davlatimiz rahbari tomonidan korrupsiyaga qarshi murosasiz kurashish, qonun ustuvorligini ta'minlash, jamoat va milliy xavfsizlikni mustahkamlash masalalariga alohida e'tibor qaratilgani ushbu sohada amalga oshirilayotgan islohotlarni yanada yangi bosqichga olib chiqishga xizmat qiladi. Ayniqsa, davlat boshqaruvida ochiqlik va shaffoflikni kuchaytirish, mansabdor shaxslarning javobgarligini oshirish, korrupsiyaga olib keluvchi omillarni tizimli ravishda bartaraf etish bo'yicha bildirilgan fikr va tashabbuslar jamiyatda adolat va ishonch muhitini mustahkamlash muhim ahamiyat kasb etishini bildirdi. Korrupsiyaga qarshi kurashish va xavfsizlik masalalari bo'yicha doimiy komissiya sifatida biz prezidentimiz tomonidan belgilab berilgan vazifalar ijrosini ta'minlash, tegishli nazorat mexanizmlarini kuchaytirish hamda fuqarolarning qonuniy manfaatlarini himoya qilish yo'lida o'z faoliyatimizni yanada faollashtiramiz. Ishonch bilan aytish mumkinki, ushbu murojaatnomada mamlakatimizda tinchlik, barqarorlik va taraqqiyotni ta'minlashga, korrupsiyadan xoli, xavfsiz va adolatli jamiyatni barpo etishga mustahkam poydevor bo'lib xizmat qiladi.